Assalomu alaykum, Cherry Rohat Master YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan test drive'imizni Ares 6 Pro mashinamizda qilamiz va uni tartiblari qanaqa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, mashinalarimizni olish shartlari va to'lovlari haqida polni ma'lumotini berib o'tamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, hozir biz Ares 6 Pro imizni test drive mashinamizga o'tirdik. Bu mashinamiz pozitsiyasi 3-pozitsiya, ya'ni intelligent pozitsiyasi bo'ladi. Xo'p, rullarga e'tibor berasizlar. Rullari multi rul bo'ladi va elektriskiy bo'ladi. Bemalol bitta barmon o'zida aylantirib tashlasangiz bo'ladi. Gidravlikadan ancha yumshoq. O'ngga chapga aylantirganingizda avtomatik 360 gradus kamera qo'shiladi. Mana, misol uchun men o'ngga oldim, o'ng tomonini ko'rsatib beradi mana. Ko'ryapsizlar, juda ham bir qulay qilib ishlangan. Xo'p, mashinamiz 1.5 turbina motor bilan jihozlangan. Ot kuchi 140 ta bo'ladi. Rasxodlari maksimalni 8 ta 9 ta orasida bo'ladi. Endi avvalambor sport yoki bo'lmasam eko rejimi bor. Ekoda ekonomishniy, sportda mashinamiz Spark'ni tortib beradi. Xo'p, rulimizda multimedia uchun o'ng tomon, cruise control, adaptivniy cruise control yoki bo'lmasam oddiy cruise control ishlatmoqchi bo'lsangiz, полосу движения ishlatmoqchi bo'lsangiz, chap tomonimizda joylashgan bo'ladi. Signalimiz o'rtada, doimgidek. Xo'p, bu yoq tomonimizda oynamizni tushirib chiqaradigan knopkalari, ya'ni avtomat bo'ladi. Bosasizlar tushadi, ko'tarasizlar, avtomatik o'zi ko'taradi. Mashinamizda klimat kontrol bor. Ya'ni hozir biz o'sha klimat kontrolni qo'yish uchun avto knopkasini bosamiz. Avto knopkani bosganimizda o'zi, misol uchun 20 gradus berib qo'ygan bo'lsa, 20 gradusga o'zi ko'taradi. Misol uchun men buni 18 qil yoki bo'lmasa past qiladigan bo'lsam, o'zi avtomatik ko'taryapti. Bizga hozir 22 gradus yoki bo'lmasam 23 gradus normalniy bo'ladi. Bu salonda temperaturasini ushlaveradi. Qo'shimcha qulayliklardan bittasi, mashinani olasizlar, sotib olasizlar, hech qanaqa bir ortiqcha narsa ustanovka qilmaysizlar. Ya'ni bar yoki bo'lmasam bir qanaqadir sidinaga chexol shart emas. Yoki rulga qanaqadir chexol shart emas umuman. Mana shu o'zini bari juda ham bir ajoyib qilingan. Bu yerda besprovодной zaryadka va zaryad olyapti hozir mana telefonim. Обогрев knopkalari, multimedia uchun knopkalar, home knopkasi va настройка knopkalari bor. Va ko'rib turibsizlar, skorsimiz joystick usulida qilingan bo'ladi. Parkovka uchun alohida bitta knopka qilingan. PRNDga urish uchun bemalol men tormoz bosib, o'zlariga tortasizlar dega tushadi yoki bo'lmasam Teptronikiga o'tkazish uchun chapga sursanglar mexanika rejimga o'tadi. Как 1 2 3 podyomda kerak bo'ladi bu sizlarga. Biz uchun hozir parkovka da turibmiz. Xo'p, rushniklarimiz elektriskiy bo'ladi. Bosasiz tushadi, ko'tarsangiz ko'tariladi. Avto hold knopkalari ham bor. Bu remen taqqanda ishlaydi. O'zini bu yerda mana bitta USB Type-C ga qo'yadigan joylargacha qilingan bo'ladi. Xo'p, multimediamizni ko'rib turibsizlar. Bemalol multimediani o'zidan 360 gradus kamerani ham xohlagan paytingizda yoqib ko'rsanglar bo'ladi. 3D variantni ham ko'rsatadi. Yoki bo'lmasam tepadan ko'rsanglar bo'ladi, oldidan ko'rsanglar bo'ladi. 2D variantni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana oldi kameramiz hozir ko'rsatyapti. Men agar o'ngga yoki bo'lmasam chapga buradigan bo'lsam, rul o'shanga qarab polosasi aylanadi. Xo'p, zadniy kamerani mana ko'rib turibsizlar. Zadniy vidi juda ham bir boshqacha. Kameralari ham kачествоsi juda ham yaxshi bo'ladi. Speedometr ko'rib turibsizlar, 220 gacha qilingan. Endi bemalol tezroq yursanglar bo'ladi, lekin maslahat bermaymiz. Shahar ichida iloji boricha 60 dan oshmanglar, chunki radar keladi, balli sistema bo'lgan hozirgi paytda. Faralarimiz bitta liniyada yoritib beradi, LED fara bo'ladi. Adaptivniy anaqasi ham bor, avto funksiyasi ham bor. Bu degani sizlarga kunduz o'zi avtomatik o'chadi, kech bo'lganda o'zi avtomatik yonadi. Xo'p, lukimiz bor mashinamizning. Luklari ham bir ajoyib. Mana oxirigacha ochilgan joyi mana shuncha bo'ladi. Bu endi avvalambor havo aylanish uchun xizmat qiladigan lyuk hisoblanadi. Orqa tomonni ham bitta ko'rsatib yuborasiz. Orqa tomonida ham juda ham bir sidinalar hammasi chexol bir xil bo'ladi. O'rtada podlokotnik ham bor va обогрев funksiyasi ham qo'shilgan bo'ladi. Va bu mashinamizda mana bu yerda podlokotnik deyshadi. Orqada o'tirgan klientlarimizga yoki bo'lmasa mijozlarimizga yana ham qulay qo'llarini qo'yib, orqada ham mashina haydaganda ketishsa bo'ladi. Bo'lmasam test drive'imiz boshlaymiz, xudo xolasa. Avvalambor xavfsizlik o'rnida remen taqamiz. Remen taqishimiz shart, chunki shahar ichida yuramiz. Xo'p. Tormoz bosamiz, D rejimga qo'yamiz va avto holdni mana men sizlarga ko'rsataman. Mana shu yerda avto holdimiz yondi. Mana shu knopka qizil. Rushnoy men tushirishim shart emas, chunki men sekin gaz bersam, o'zi avtomatik tormozni rushnoyda yechadi. Va rullarimiz ko'rib turibsiz, men chapga olganimda o'sha avtomatik 360 gradus kamerani ko'rsatib beradi.
Xo'p, hadovoylarga keladigan bo'lsak, mashinamiz balonlari 17 razmerda qilingan bo'ladi, sakadiska. Hadovoy yaxshi. Endi sportivniy mashina sal qattiqroq bo'ladi, shuni hisobga olib qo'yinglar. Chunki mashina danida yurganda o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Yaxshi harakatlanadi. Mana bir mijozimiz kelyaptilar. Ularda ham Ares 6 Pro'si bor ekan. Xo'p. Operatorimizni remenini so'rayapti. Operatorimiz agar remen taqib olsa, operatorimiz уже remen taqib oldilar. Mana funksiyasi o'chdi. Bakovoylarda slipoy zonasi bor. Misol uchun mashina yoningizdan chap tomondan yoki bo'lmasa o'ng tomondan keladigan bo'lsa, bakovoy xabar beradi. Xo'p, mashinamizni tezlanishi juda ham yaxshi, tezroq hisoblanadi. Skorost iloji boricha 60-65 dan oshmasligiga harakat qilamiz. Mana bakovoyga e'tibor bering, chap tomonga. Mana slipoy zona yoniq. O'sha mashina bor, kelyapti degan xabarni beradi. Hadovoylari yumshoq, unaqa qattiq emas. Temoli hozir zavodskoy balonda, zavodskoy davleniyada yuramiz. Hamma testdagi mashinalarimiz shunaqa absolyutni. Nimaga desangiz, chunki siz zavod mashina olasiz va haydab ko'rish imkoni ham o'sha zavod mashinada bo'ladi. Ertadan keyin biz agar test drayvimizni zo'r qilib qo'ysak, lekin siz olgan mashinangizda davleniyasi, balon davleniyasi balandroq yoki bo'lmasa balonni o'zini holatida bo'lsa, sizga yoqmasligi mumkin. O'shaning uchun biz boricha zavod holatida testdagi mashinalarimizni ushlab turishga harakat qilamiz. Mana shu pavorotimiz bor, sekin qaylib olamiz shu yerdan. Mana o'sha chapga pavorot yoqqanimda 360 gradus kamerasi qo'shilib, qo'shimcha yordam beradi menga. Yo orqamdan qanaqa mashina kelyapti yoki bo'lmasam yon tomonimda qanaqa keng joylar bor, o'shani ko'rishimga yordam beradi. Obunachilarimiz uchun bitta razgon ko'rsatamiz. Misol uchun sal gaz berasiz, turbina motor qo'shiladi va bemalol mashina 100 gacha yaxshi sekundda chiqadi. O'zimizni Gentra Cobaltga qaraganda ancha tezroq hisoblanadi. Sezyapsizlar, konditsionerimiz yoniq, mashinamiz lekin unaqacha kuchangani yo'q. Boshqa mashinalarga o'xshab tortmayapti degan gaplar bo'lgani yo'q bu yerda. Gaz bosasiz, turbina motor bo'lgani hisobiga ot kuchi ko'p, benzinni harakatlamayapmiz. Mashinamiz ancha boshqa mashinalarga qaraganda tezroq tortyapti. Rasxodi ham misol uchun hozir mana 709 beryapti hozirgi paytda. Mana hozir mashinadan pavorot qilamiz. Kelib, misol uchun to'xtaganimizda hozir mana mashina to'xtaymiz. Mana misol uchun keldim, yo'limda to'xtayapman, razvorot qilishim kerak. Tormozdan oyog'imni olganman mana. Tormozdan oyog'imni olganman. Avtohold funksiyasi qo'shilgan. Albatta men remen taqqanman hozir. O'sha remen taqqan holatimda bemalol mashinani o'zi to'xtab turibdi. Yurib ketib qolgani yo'q. Bu funksiyani o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Misol uchun mana men o'chirib qo'ydim. Tormozdan oyog'ini olsam, mashina harakatlanish boshlaydi sekin-sekin. Bu endi qo'shimchasiga. Agar yo shahar ichida probkalar hozirgi paytda ko'p bo'lyapti. Agar yo avtohold funksiyasi kerak desanglar, shu Ares 6 Pro mashinamizni uchala modelida ham bor. Birinchi paysda, ikkinchi paysda, uchinchi paysda ham bor. Bizga yo'limiz ochildi. Xudo xolasa bemalol qilib olamiz. Mana o'sha bakovoyimizda slipoy zonamiz bor. Mashinamiz xabar berdi. Ya'ni yoningda mashina bor degan uydaminani beryapti bizga. Xo'p, sekin o'zimizning avtosalonga kiramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, test drayvimiz yakunlandi. Xo'p, o'zingizlarning fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar va albatta test drayvimizga kelinglar. Ertalabki soat 9 dan kechki soat 6 gacha gibrid mashinamiz va Ariza 6, xudo xolasa boshqa mashinalarimizdan bor. Bemalol kelib, tekinga haydab ko'rsanglar bo'ladi. Bitta pasport va pravo olasizlar bo'ldi. Ish vaqtlarimiz kechki soat 8 gacha bo'ladi. 6 gacha kelsanglar bemalol shu biz aylangan lokatsiya bo'yicha bemalol haydab test qilib ko'rasizlar. Mashinamizni
xudo xolasa test qilib bemalol fikringlarni aytib, albatta xarid qiladigan bo'lsanglar to'lov usullari yoki bo'lmasam bir boshlanish to'lovsiz ham olish shartlarini hozirgi paytda mijozlarimiz so'rashyapti. Biz albatta buni переговорni olib boryapmiz. Xudo xolasa agar bo'ladigan bo'lsa boshlanish to'lovsiz ham mashina xarid qilish yo'llarini tushuntirib o'tib ketamiz. Hozirgi paytda Ariza 6 Pro yoki bo'lmasam boshqa modellarimizdan to'lov olish shartlari bemalol boshlanish to'lov bilan 30% boshlanish to'lov qilib berib, рассрочкаga 30 oygacha olsanglar bo'ladi. Bitta pasport evaziga albatta pasport tekshirib ko'riladi. Yoki bo'lmasam avtokredit asosida 15% boshlanish to'lov va 5 yilgacha olsanglar bo'ladi. Albatta dasrochniy pagashinalari bo'ladi. Manzilimiz haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Toshkent shahar Bektemir tumani, Qo'yliqdan Rohatga turishda 10 qo'lda joylashgan bo'ladi. Yangiobod mostiga yetmasdan. Ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha ish vaqtlarimiz. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar va meni ismim Ilhom, shu yerda menejerman. Xudo xolasa kelsanglar o'zim yaxshi variant qilib beraman. Salomat bo'ling.